har kuni meni oldimga o'rgating. O'zbek tilini tushunmayapman, tushungim keladi. Maktabda o'rganmoqchi edik, bo'lmadi. Institutda o'rganmoqchi edik, bo'lmadi va har xil hikoyalarni gapirib berishadi. Uni umumlashtirsa ham bo'ladi. Yo'nalishlar kategoriyaga ham bo'lib chiqsa bo'ladi. Nimaga o'rgana olmagan? Unga qaramasdan baribir kelishyapti. 50% dan ko'pi ish uchun tadbirkorman, o'zimni anaqamni yurg'izishim uchun kelyapman deydi. Xususiy sektorda. Ha, lekin hurmat yuzasidan kelganlar, afsuski, masalan, men shu yerda tug'ilganman, ayniqsa urush boshlanganda, Ukraina Rossiya urushi boshlanganda, to'g'ri kimdirlar oldinroq ketdi, kimdirlar keyin ham ketdi, lekin kimdirlar ancha-muncha odam men shu yerda tug'ilib o'sdim va bundan keyin ham shu yerda yashayman deganlar ham kam emas. Va shular ayniqsa men shu yerda tug'ilib o'sganman, shu tilni bilishim kerak, qachongacha bilmay yuraman deganlar ko'p. Lekin psixologiyaga qaraydigan bo'lsangiz, shunchaki hurmat yuzasidan, mana hurmat yuzasidan ingliz tilini o'rgansak nechta dars o'rganamiz? Hurmat yuzasidan. Bitta, ikkita, uchta dars. Ya'ni motivatsiya 5-6 darsga yetadi. O'sha salom alaykum o'rganadi, raqamlarni o'rganadi, bo'ldi, xayr. O'rgandim, o'zgincha deydi, xayr. Tilni o'rganish uchun manfaat kerak.